Xo'p, salom hammaga. Obunachilar, sizlar bilan yana men Simotri Uzman do'stlar. Bugungi videomiz do'stlar Artcraft serverda bo'ladi va bu videomiz mazmuni vibe bo'layotgani uchun men hamma narsalarimni tarqatishga qaror qildim, ya'ni razdacha qilishga. Va men serverga kirdim va 3-2 shulkerlarimda Imperator set va oddiy setlar bor edi va men ularni razdacha qilishga harakat qildim. Xo'p, unda videomiz boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling va bizani ko'tarilishimizga o'z hissangizni qo'shib keting. Unda tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshladik do'stlar. Короче, buni bu yerga, buni bu yerga, buni bu yerga, buni bu yerga va pastga o'zimiz ham sakraymiz. Xo'p do'stlar, unda bizning EC'mizda почти hech narsa qolmadi va bularni ham otib olamiz, atakmanga kerak emas.
Mayli. Короче, do'stlar, bugungi videomiz Artcraft serverida ana shunaqa razdacha haqida bo'lib o'tdi. Va hozir Aldan so'raymiz. Al razdacha yoqdimi deb yozamiz. Endi bolalarning javob berishini kutamiz. Xo'p, do'stlar, videomiz o'z davomiga yetdi va bugungi videoda razdacha qildik. Bolalarni, playerlarni xursand qildik deb o'ylayman, do'stlar. Xo'p, do'stlar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, shu joyda like bosing va kanalga obuna bo'lib keting va bizning ko'tarilishimizga o'z hissangizni qo'shib keting. Unda sizlar bilan xayrlashamiz va keyingi videolarda uchrashguncha xayr.